6 oy boqsak bitta qo'ydan bu yerda 30 dona edi, bittasini yo'riqqa, aqiqaga so'ydik. Bittasi bo'g'oz haligi nima deydi, bo'kib qolgan. Jon berdi, o'lib qoldi. Barida mana yemlari qaynatilgan 3 xil makka, bug'doy, arpa aralashtirilgan. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanali obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugungi syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kuniga yakshanba 2-noyabr. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abjobbor akamizni qo'y fermasiga keldik. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'chqorchalar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Oyiga qanchadan daromad qiladi? Kuniga qanchadan yem yeydi? Shu haqida ma'lumotlarni akamizni o'zlaridan qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Sizlar videoda o'tkazmasdan e'tibor berib, oxirigacha kuzataverasizlar. Bugungi syomkamizda akalar qo'y boqish sirlari. Qo'y boqib oyiga qancha foyda qilsa bo'ladi? Shu haqida ma'lumotlarni akamizni o'zlaridan to'lig'ini qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Akalar, biz syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun qo'y boqish sirlari boshqa va kerakli ma'lumotlarda zo'r bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Kommentariya va layklarni bosib tursalaring, paddishka qilib tursalaring. Paddishka qilib tursa siz qo'lingizdan kelgancha ma'lumotni berib boraverasiz. Videoni boshladik, Faridin. Boshladik. Xo'p aka, endi bu yerda nechta qo'y boqilyapti? Faridin, bu yerda 27 bosh. 27 bosh qo'y boqilyapti. Qo'chqormi bular? Hammasi qo'chqor, hammasi Qarshidan kelgan, bo'lib olingan, lekin hammasi Qarshiniki. Bu yerda endi nech pullik atrofida olingan endi? Pullarni ham aytib ketaylik aka. 15-sentyabr kuni tashlangan bu yerga. Narxi esa 3,5 million so'mdan 3,700,000 so'mgacha tashlangan. 3,5 dan 3,700,000 so'mgacha olingan bu qo'ylarimizning ichida. Olingan, shunday. Qashqadaryoni qo'ylari. Qashqadaryoni haqiqiy Hisor qo'ylari. Aka, bular tish buzganmi? Yo'q, bular endi ekitishga kelyapti. Endi ekitishga kelyapti. Demak, 11 oylik, 12 oylik atrofidagi. Shunaqa, 10 oylik desak ham bo'ladi. 10 oylikda ustidagi qo'ylarimiz. Demak, yemga tayyorada olgan ekansiz, tez yetiltirish maqsadida. Shunaqa, yem siraz olganmiz, yem berishni boshlaganmiz-da, Faridin bularga. Olib kelingan akalar sekin-sekin yem berishda boshlangan. Aka, endi shu o'rinda shu qo'yxonamiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, necha metrga qurilgan uzunasi? Faridin, bu uzunasi aslida 12 metr. Hozir qo'yimiz bor yerda 10 metr. Demak, mana bu temirdan nariga temirgacha 10 metr? Mana shu temirdan 10 metr. 10 metr. Enigachi? Eniga 4 metr chiqadi. Joy egallamaslik uchun spesialni temirdan qildirganmiz, qalin temirdan. O'zi asli bu yer adashmasam molxonaga mo'ljallangan ekan-a? Molxonaga mo'ljallangan. Yo'q, asli qo'yga mo'ljallangan. Asli qo'yga. Demak, yo'lagimiz narigi tarafda ham bor ekan. Yo'lagimiz asosiysi chap tomonda. Endi bu tarafga ham o'g'irlar qilib qo'yilgan ekan-da. Bu tomonga yem solinadi, chap tomondagi esa hashaklarini bedalar solinadi. Demak, yaxshi fikr. Bir tarafda yem, bir tarafda hashak sog'ani qulayroq qilib, lekin qo'yxonamiz sal tor bo'lib qolgan. Qarashga udobniyroq bo'lgan bu. Qarashga udobniy bo'ladi. Hozir qo'ylarimiz kichkinaligi uchun bitta qo'rada turibdi. Qo'ralarimiz ko'p, bu joylarda sekin-sekin bo'lamiz. Keyin qo'ramiz 3 ga bo'linadi. Udobniy bo'lish uchun bilasiz, qo'ylar suzishadi. Ajratishimiz uchun kelajakda katta xudo xolasa boqib katta qilamiz. Qo'ylar bilan suzishadi. Shuning uchun 6 ta qo'ydan bo'lib tashlaymiz xudo xolasa. Bu yerda eshiklari ichidan ekanda, tashqaridan, yonidan emas ekanda bularda. Biz o'zimiz uchun bo'lib qo'yish uchun eshik qo'yib ketganmiz. Demak, bir tarafida sovliq, bir tarafida qo'chqor boqsangiz, bemalol bo'lib qo'ygani ichkaridan sharoitlar qo'yib ketilgan ekanda bunga. Hamma udobstvolar qilib qo'yilgan. Aka, balandligi necha metr endi buni? Balandligi bir 3 metr chiqadi. 3 metr oshiqroq ham chiqsa kerak. 3 metr chiqadi, shunaqa. 3 metr osh plus minusda. Aka, sir bo'lmasa necha yoshdasiz endi? Men 23 yoshdaman, Faridin. 23 yoshda. Qachondan beri qiziqib qo'y boqib kelasiz? Kichkinaligimizdan qo'y boqamiz. Asosan men kelganimga 6 oy bo'ldi Rossiyadan. Shu topgan pulimga qo'y olib tashladim. Dadam ham boqardi, qo'ylarni
oldin bunaqa bunchalik ko'p bo'lmagan. Hozir esa ko'paytirishdi. Men payiga tushib qoldim. Chunki foyda shunaqangi zo'r bo'lyaptiki qo'ydan. Shuning uchun qiziqib, o'zimda ham qiziqishim bor. O'zim ham YouTube ochganman. Nima deydi? Qiziqqanligim uchun hobbi sifatida olib boryapman bu qo'y boqish jarayonini. Gap yo'q. Demak, musofirda ishlab kelib, qiziqish yanada oshib ketdi-da. Topgan Oshib pulingizga ketdi. qo'y olib tashlab qo'ydingiz. Hamma top endi to'y qildik, boshqa qildik, lekin ottirib mana 20 ta bo'lsa ham qo'y tashlab qo'ydik, Xudoga shukr. Kam 27 bo'lmaymiz. ta. Kim qo'y tashlasa hech qachon kam bo'lmaydi. Qo'yimizni masalan hozir 3 million 700 ga olgan bo'lsam, hozir 4,5 milliondan bermayman. Oldisini 5 milliondan ham bermayman-da. Qo'ylar shunaqangi soatiga o'zgaryaptiki, endi tasavvur qilish mumkin. Mana shu qo'yimizni 5 millionga bermayman-da, misol uchun. Qo'ylar zo'r o'zgaryapti. Qiziqishim ham o'zimda o'ta katta. Shuning uchun qo'y tashladim. 27 bosh. Shu. Endi aytishimiz mumkin. Siz o'zingiz boqmasangiz kerak, boshqa aslida dadam boqadi. Men har ora-orada kelib, qarashib, yordam beraman. Faridim qo'ylarimiz ko'rib turibsiz, hozir yemini yeb bo'ldi. Endi yem berish anovlarini o'tsaga necha kilo yeyapti, boshida necha kilo yegan degan savollarga hozir qo'yimiz 16 kilo makka bilan bug'doy yeyapti. Bug'doyda qaynatib beramiz. Qozonga sirazi 45 kilo tashlasak 2 kunga yetadi. Makka bilan bug'doyni sirazi tashlaymiz, qaynatib ustiga oltin gugurt, 1 qoshiq oltin gugurtdan qo'shib kepakdan sepib beramiz. Mana ko'rib turibsiz, yaltiratib qo'ygan oxirda. Hozir tashladik mana. Tuzi ham bor ekan yonida. Ha, tuzi ham bor. Tuz asosan chanqatish uchun, boshqa o'ziga kerakli bu ham vitamin. Demak, siz vitaminlarni o'rnida qo'yib beregansiz bu qo'ylarga. Vitaminlar, dorilargacha kerak bo'lsa haftasiga 3 martadan ukor qildirdik. Qo'ylarimiz Endi hozirgi kunda aka kasalliklari paydo bo'lib qoldi deyishyapti. Shunga endi qanaqa qarshiliklar qilinyapti? Qaridan hozir qo'yimiz 1 oy bo'ldi. 15 kundan keyin qo'yimizga yashil kelgan. Qashqadaryodan. Biz 2 martadan ukor qildirdik. Nima deydi, tuzalmadi. Oyog'i yashil bo'lib, mana ozib ham ketdi. Shu qo'yimiz, bitta qo'yimiz shunaqangi ozib ketgan, kichkina bo'lib qolgan. Qani? Mana shu qo'yimiz ozib ketdi, mana shu qo'y. Endi o'ziga keldi. Lekin tuzatib oldik. Qo'y oyog'i yangi chiqdi. Oyog'i yurolmay qolar ekanda. Bunga yod, frasilin, yana margan sopga qildik. Keyin bitta olchilik doktorimiz bor. O'ta kuchlisidan ukor olib keldi. 3 marta qildi. Shu bilan ichidagi viruslari o'ldi-da. Vaksina eganda buni ham kuchli kelgan kasalga kuchli ukor qilish kerak ekan. Ko'rib turibmiz, mana hozir yuribdi, tirnog'i o'sib chiqqan, hammasi Xudoga shukr hozir tuzalib ketdi. Lekin 1 oy qiynaldim, bor-ku. 1 oy. Ishtahasi ham bo'lmay qolar ekanda, yem yeyishlari ham, o't yeyishlari ham tusayar ekan. Shuning uchun vaksinasini kuchlisidan qilish kerak ekan, birinchi navbatda. Arzon vaksina qilsak pulga tushamiz-da, faqat pulga. Shuning uchun vaksinasini ham o'sha qarshi ukarini ham kuchlisidan qilish kerak ekan, birinchi ochib. Demak, puliga qaramasdan qimmatroq bo'lsa ham o'sha kuchlirog'idan qilaverish kerak ekan. Qimmatrog'idan qilish kerak ekan. Chunki biz qilib ko'rdik, masalan, tajribadan o'tdi. 15 tasi kasal bo'ldi, yaxshi 15 tasiga qandaydir o'tmadi kasal. 15 tasiga masalan kamida 2 million 3 million pul ketdi-da dorini o'ziga. Dorisini o'ziga. Dorisini o'ziga. Lekin ko'piga yuqmabdi shekilli aka. Ha, 15 tasiga yuqqan bo'lsa 15 tasiga tegmadi, yaxshi, Xudoga shukr. Demak, endi bayavoy aka pishirib beraman dedingiz. Endi bitta qo'yga nech grammdan to'g'ri kelyapti? Ya, grammini tortib bermaysizmi aka? Xo'p, hisoblab ko'raylik. Ya, hisoblab ko'rasizmi? 16 kilo bo'lsa, bitta hisoblaylik. 450 gram
Hozir Makka bilan bug'doy yeyapti bitta qo'y. Demak 16 kilo bug'doyni o'zini solasizmi? Ha, 16 kilo bug'doy, 8 kilo ertalab, 8 kilo kechki payt. Qonini chiqarib, to'ydirgandan keyin solamiz.